Do'stlar, sizlarga eng zo'r lokatsiyadan, ya'ni Frunski massiv 5-oilaviy poliklinika yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi planirovka uylarni 4-qavatdan 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan tayyor remontli chiroyli holatdagi kvartirani tavsiya qilib tanishtirib o'tamiz. Shunda yo'lda bo'yida joylashgan domda hisoblanadi. Tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud. Uyda holatlarni ko'rishingiz mumkin. Yangi remont qilingan natujniy patologlar, chiroyli lyustralar ilingan holatlar, mana shu ko'rib turganingizdek gilamlar to'shalgan. Bu tomonda ko'rishimiz mumkin 6 metrli verandasi joylashgan va qarang, duh konturli kotel o'rnatilgan. Faqat oshxona jihozlarini o'zingizning tabiisiga moslab o'rnashtirib olsangiz bo'ldi. Radiatorlar barcha xonalarda, barcha joylarda va romlari akfa romlarda. Bu tomonida ko'rishimiz mumkin. Bu yer tashqaridan kirish qismlari, koridor. Bu tomonni to'sib kladovka yoki garderob qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda sanuzel ko'rishingiz mumkin. Xo'p, faqat unitas qo'yish kerak bu yerga. Arista o'rnatilgan. Bu tomonda esa oshxonani o'rni xona sifatida foydalansa bo'ladi. Qarang, radiatorlar qo'yilgan, gilamlar to'shalgan, oyoq taglari pol qilingan. Bu tomoni esa navbatdagi xonasi. Kattagina xona, mana natujniy patologlarda 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira 4-qavatda joylashgan. Yo'lda bo'yida lokatsiya juda ham yaxshi. Narxi esa $29,900 so'rashmoqda. Albatta, kam bir qiziqarli pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying va shunaqangi zo'r uylarga o'tkazib olmaslik uchun.